Keling, hozir siz bilan ingliz tilidagi work so'zini chachib tashlaymiz. Work so'zi asosiy o'rinda ishlamoq degan ma'noda keladi. Masalan, I work as a teacher. Men o'qituvchi bo'lib ishlayman. Workning keyingi ma'nosi esa bu work out. Work out qandaydir bir ishning o'xshab qolishi degan ma'noda keladi. Masalan, their relationship didn't work out. Ularning munosabatlari o'xshamay qoldi degan ma'noda kelyapti. Yoki my plan worked out perfectly. Mening rejam chotga o'xshadi degan ma'noda kelyapti. Workning keyingi ma'nosi esa, ya'ni o'sha work out so'zining ikkinchi ma'nosi bu shug'ullanish degan ma'noda keladi. Masalan, every day in the morning I work out. Men har kuni ertalab badan tarbiya bilan shug'ullanaman degan ma'noda kelyapti. Workning keyingi ma'nosi esa bu work for. Work for bu qandaydir bir kompaniyada kichikroq lavozimda ishlash degan ma'noda kelyapti. Masalan, I work for Microsoft. Men shu Microsoft kompaniyasida kichikroq lavozimda ishlayman degan ma'noda keladi. Undan keyingisi esa bu work in. Ya'ni work in qandaydir bir kompaniyada kattaroq lavozimda ishlash. Masalan, I work in Microsoft. Men shu Microsoft kompaniyasida kattaroq lavozimda ishlayman degan ma'noda keladi. Undan keyingisi bu work on. Work on bu nimanidir ustida ishlash. Masalan, I work on myself every day. Men har kuni o'z ustimda ishlayman degan ma'noda kelyapti. Undan keyingisi esa bu workaholic. Workaholic bu ishchan, mehnatkash degan ma'noda keladi. Masalan, I am workaholic. Men ishchanman yoki mehnatkashman degan ma'noda kelyapti. Agar qaysidir ma'nosi esimdan chiqib qolgan bo'lsa, kommentariyada yozib yuboramiz.